sizni kattaroq muammongiz o'g'lim o'ziga yaxshi hayotni ravo ko'rmayapti, yomon hayotda olib ketishi mumkin-da sizni? Mumkin, u o'ylayapti, men shunday pul yig'sam, milliarder bo'lib, qachonki men o'zimni oyoqqa turib olsam, keyin uylanaman deyapti-da. Hozir sizni xavotiringiz o'shanda. O'g'lim hozir o'ziga ravo ko'rishni o'rganmasa, shunaqa nima deydi, yomon bechara, qiynalgan hayotda qolib ketadi deb o'ylaysiz-a? Давайте shuni so'zga chiqaraylik, o'g'lim o'ziga или o'zini loyiq ko'rishni o'ziga loyiq ko'rishni o'rganmasa, voy verdim, zapisini beraman, men sizga qaytib olib qo'ydim. Berasiz. Ovozli qo'yib qo'ydim. Bo'lmayapti o'shanda. Qanaqa hayotda qolib ketadi, o'rganmasa? Qanaqa hayotda qolib ketadi aniq? Bechara yashagan bo'lib qoladimi, yo'q qiynalib yashagan bo'lib qoladimi? So'zingizni chiqaring menga. Bechora deydi. Bechora hayotda qolib ketadi. Endi qarang, bu yerda nima? Asosiy muammo o'g'lim o'ziga yaxshi hayotni ravo ko'rmayapti. To'g'rimi? Yaxshi hayotni ravo ko'rmayapti. Yaxshi hayotni ravo ko'rmayapti. Diqqatingiz boshqa yerda. Hozir shunday bo'lmaydi. Anaqa ukamga stansiyaga jo'natib Yaxshi hayotni ravo ko'rmayapti. O'g'lingiz, qizingiz ham bormi shunaqa? Qizim anaqa bilasizmi? Juda ham chiroyli qiz, juda ham go'zal, lekin anaqa bo'yamaydi. Ko'rinib jarq etib ko'rinishni xohlamaydi. Masalan, to'ylarga bormaydi, zo'rg'a boraman masalan. Tug'ilgan kunlariga, o'rtoqlarim tug'ilgan kunlariga, lutsh uyda o'tirib kitob o'qisa, lutsh uyda biror narsa qilsa, yoki uxlasa, mana shu yerni xohlaydi. O'zini ko'rsatish xohlamaydi. O'zini ko'rsatish umuman xohlamaydi. O'zini ko'rsatmasa nima bo'ladi? Instagrami yo'q, Facebooki yo'q. O'zini ko'rsatmasa nima bo'ladi? No endi baribir yaxshi hayot bo'lmaydi. Yaxshi insonlar ko'rmaydi uni, yaxshi naqadar ko'rmaydi. Nima bo'ladi? U ham yomonroq, becharoq hayotga qolib ketadi. Mana shu. Xo'p. Yaxshi hayotni eringiz qanaqalar? Ravo ko'raman o'zlariga? Sizcha? Biz ikkalamiz xuddi bizni bolalarimizni istaydi, shu ikkalasi. Ikkala siz bolalaringiz. Xo'p, qani. Nimani siz qanaqa narsalarni o'zingizga ravo ko'ra olmaysiz? Menmi? Nimalarga loyiq ko'ra olmaysiz o'zingizni? Ko'raman hamma narsaga. Давайте keling. Xo'p, endi o'g'lingiz nimalarni o'ziga ravo ko'rmaydi? Давайте yozib chiqaylik. Hop, qani. O'ziga qaramaydi, chiroyli kiyim kiymaydi. Chiroyli kiyinmaydi. Yana yaxshi ishda ishlamayaptimi? Nega? Kamollikda ishlaydi. Koreyskini biladi, angliskini biladi, ruschani biladi. Juda ham tarixni zo'r biladi. Bilimi juda kuchli hamma tarafdan. Kamollikda ishlaydi. Yana qizingiz nima? Qizim hozir ishlamaydi. Qizim o'zini ko'rsatmaydi. Qayerdaysizlar? O'zini ko'rsatgisi kelmaydi.
oddiylashdi, oddiy bo'lgan, ha? Ha, oddiy. Yana o'g'lingizdan yana ayting. Yana nimalar ravo ko'rmaydi o'ziga? Loyiq ko'rmaydi. Gigiyena tarafda majburlasak soqolini oladi, bo'lmasa O'ziga qaramaydi. Ha, o'ziga qaramaydi. Qizingiz ham shunaqa? Yo'q, qizim o'ziga qaraydi, faqat shu kiymaydi, soch masalan bo'yamaydi, bo'yamaydi, bo'yamaydi. O'g'lingiz gigiyena tarafdan bo'lsa, qizingiz tashqi tarafdan. Xo'p, o'ziga qaramaydi. Yana yaxshi hayotda loyiq ko'rmaydi, ravo ko'rmaydiga o'g'lingiz bilan qizingizdan yana bilmaydi deng. Shu qizim chaqa chiqmaydi, borgisi kelmaydi, o'rtoqlari yo'q, ikkalasini ham. Общий narsasi, o'rtoqlari yo'q. Qizimda ham o'rtog'i yo'q, o'g'limda ham o'rtog'i yo'q. O'shanda anaqami, yovvoyimi kelmayman mana. Hech kimga Qo'shilgisi kelmaydi. Yana nima bormi? Yaxshi hayotda loyiq ko'rmaslikka? Kim shunaqa edi, yaxshi hayotda o'ziga loyiq ko'rmas edi? Shuni men rosa kapatsiya qildim. Kim? Oyingiz, adingiz, kimlar bor? Dadam, dadam katta joyda ishlagan, o'ziga qarab yurgan, mashina borib olib kelib, ayam ham anaqa magazinchi bo'lganlar. Hayron bo'lyapman, shu kapatsiya qilib hech topolmayapman shuni o'zimga. O'shanda mana bunaqa hamma o'ziga yaxshi hayotda ravo ko'rgan, loyiq ko'rganda, lekin men bolalar unaqa emas deyapsizda. Lekin ayam ko'proq kiyinishdan ham ko'ra, u payt kiyimlar ham kamidi-ku, ayam payti kiyimlar kamidi. Ko'proq mana oila, mana shu oilalardan o'qisam, mana shu oilaga ko'proq ham o'qigan, urg'u bergan. O'shanda anaqa mana qarang. Adingiz do'stku, adam yaxshi hayot yashagan. Dadam bu nima timmi chet ellarga borib, o'ziga qarab, chet ellarda kostyum shimlar sotib olib, ayam unaqa bo'lmagan. O'zini yaxshi ko'rgan, adingiz? Dadam juda o'zini yaxshi ko'rgan. O'zlari birinchi o'rinda bo'lganmi, sizlar? Dadam o'zi birinchi o'rinda. Oyingizchi? Ayam o'ziga finansiy podushka qilib qo'yib, o'ziga kvartira sotib olgan ekan. Toshkentda keyin bilganmiz, yo menga aytganlar, o'sha katta turmushga chiqqandan keyin aytganlar. Ko'proq mana shu ayam kazirov bo'lgani uchun ko'proq finansiy anaqani yaxshi ko'rgan, yig'ishni yaxshi ko'rgan. Oyingiz o'zlarini birinchi o'ringa qo'ymaganlar, birinchi o'ringa oilani, bolalarni, erlarini, keyin o'zlari 4-5-chi o'rinda turganlar. Qanaqa qilib bo'lsam yaxshi hayot o'zlariga yaxshi hayotga loyiq ko'rgan. Mana finansiy podushka yo'q qo'ysam yaxshi hayotga loyiq ko'rgan hisoblanadi. Masalan, yo'q, menda ayam dadam ko'proq o'ziga nima qilgan, ayam uncha emas deb o'ylayman. Siz qanaqa yashagansiz? Kichkinaligimda men ham shu xolam kiyimlarini kiyardim. Esimda bor, anaqa keyin o'zimga olib berganman-ku, ayam yaxshi ko'rganim uchun, magazinchi bo'lganim uchun men ko'rganim kelganda qo'g'irchoq olib kelgan. Kim? Ayamda o'zlariga ham aytganman, lekin shunday qilganmiz deb. Ko'rgan kelgan. Bog'chaga yo'q, ko'rganimiz olib ketgani kelganda. Qo'g'irchoq olib kelganlar, katta chiroyli qo'g'irchoq olib kelganlar, shundan xursand bo'lib ketganman. Keyin yugurib chiqqanman, qo'g'irchoqni quchoqlab olganman. Keyin nimamiz, bog'chapamiz qarisa ayol edi. Voy, men как раз bog'cha nimaga tug'ilgan kunga ketyapman, menga shuni sotgin deganlarda, keyin ayamning dog'ini ularga sotgan. Shu anaqa keyin o'zimga chiroyli qo'g'irchoq olib berdim. Shu nima qilsin, bosilsin deb. Shunaqa ham bo'lgan. Men qanaqa paytda bo'lgansiz? Bolaligingiz qanaqa o'tdi? Bolaligim ko'proq bunikida o'tardi, bunikida, lekin mendan katta tog'am bor, uni farzandlari bor, ular uzoqroqda turardi. Men katta nevaradek bo'lib qolganman-da. Dadam qo'ymasdi, hadeb ketib qolaveradimi deb. Tog'am kelardi, mashinani pivillatardi, birinchi etajda turardik. Men ular uxlab yotishardi, soat 6mi, 7mi men mashinaga o'tirib olardim, biz etib olib ketishardi meni.
so'ramaganmiz ham eshik angliyskiy zamokida eshikni tavsiya yopib chiqib ketaverardimda eshik yopilardi chiqib ketaverardim bunikida izabili edi tog'amlar hammasi xolamlar ulargida juda nima ham bolalar bor edi qiziq edida menga qo'shnilar bor edi keyin domda yashaganimizda yana Dilrabo degan sinfdoshim bor o'zimda ro'paramizda turardi uni opchalari bor edi u 4-chi qizimida 3-chi qiz edi ikkita katta opchasi o'zi singlisi bor edi ular ko'pchilik edi men ukam kichkina edi men unga havasim kelib uniki ko'p chiqardim u chiqma bizniki derdi boshqa qo'shninikiga kirsak katta огород bor bitta qo'shnimizni meni chiqarib yuboraverardi o'sha qiz opchalarni qizlari men opchalarni quchoqlayverardim opcha bo'ligi uchunmi bilmayman shunaqa ham bo'lgan yoshligimda shu ko'proq nimagadir ko'proq qo'shnilarnikida ham yurishga qiziqardim kim qanday yashaydi qo'shnimni yaxshi ko'rardi uylariga olib ketishardi buvinikida ko'p yurardi buvinikida ko'p bo'lardi o'rtog'ingiz bilan ko'p bo'lmaganmisiz bo'lganman keyin уже mana kichkina ukam tug'ilganda полный ukam meni bo'ynimga o'tib qolgan полный ona bo'lganman unga nima kichkinalikdan shu qattiq qarab yurardim bog'chada hech kim mani ukalarim yo'q bormaymiz uni olib u xuligan edi judayam faqat men borardim faqat men anaqa men uni biramalab sudrab olib kelardim juda xuligan edida shu nechinchi sinfgacha o'sha bola katta bo'lguncha men o'sha onasi bo'lganman почти necha yoshingiz tug'ilgan men u payt 87 yil tug'ilgan bo'lsam men 79 yil bo'lsam 8 yoshlarimda bir 9 yoshimgacha shu erkin bo'lganman keyin undan keyin shu ukam tug'ilgan shu bilan keyin hovliga ko'chganmiz katta hovliga olganmiz o'sha yerda keyin уже yo'q o'zini o'zi eplab ketgan 8larga kirganda ungacha men nima qilib yurganman qarab yurganman 16 yoshgacha 8 yoshingizda 16 yoshgacha oyi bo'lgansiz почти bola bo'lmagansiz почти shunday kim nima qilsa ham men aybdor edim kim nima qilsa keyin ayam judayam bizda ishlatardi bir tarafdan hozir shu yaxshi deyman katta огородimiz bor edi tinmay unga narsa ekardik birinchi toshi ko'p ekan toshini yiqqanmiz tinmay tozalaganmiz keyin tinmay narsa ekardik unga bo'lmasam ayam dadam ayam bozor qilib qo'yishardi lekin tinmay pomidor ekardik kartoshka ekardik bolgar ekardik hamma narsa ekardik ayamdan dadam kelguncha men kichkina edim u paytda nima ekardik makkajo'xorini qaynatib salat qilib ukalarimni yedirib o'tirardim ular kelguncha ayam kelib ovqat qilardi kechki paytga bolaligingiz yashaganmisiz почти endi местами deydi-ku necha foiz bolaligimni yashaganman deb o'ylaysiz 50% desa bo'lsa kerak 50-60% bo'lsa kerak 50-60% bolaligimni yashaganman deb o'ylaysizmi endi bilmadim shunday deb o'ylayman endi bilmadim o'sha 50-60% necha yoshingizda yashagansiz shu 12 yoshimda anaqaga ko'chib kelganmiz shu hovliga olganmiz hovliga ko'chib o'tganmiz yangi maktabga o'tganman shundan keyin shu 12 yoshgacha 12 yoshdan keyin shu ukam anaqa o'sha o'zi maktabga borib keldi lekin uyda nima bo'lsa men aybdor edim biron narsa birontasi qilib qo'ysa ham men gap eshitardim hozir qarang 8 yoshingizgacha почти buviznikida yashagansiz почти ko'proq uyda lekin judayam ko'p urush bo'lardi uyimizda dadam bilan ham bir-biri bilan kelishmasdi dadam tinmay xiyonat qilardi endi chunki dadam judayam zamonaviy anaqada ayam oila faqat mana shu o'ziga qaramasdan oila dadam ko'proq rus ayollarni yaxshi ko'rardi akasi rusga uylangani uchun havasi kelarmidi lekin xo'r bo'ldi-ku akasi oxirida dadam o'zi ham aytadi yaxshi ham anaqa rusga uylanmagan ekanman deb bir aytuvdi keyin yana bitta narsa ayam dadamni o'zini qo'ymasdida nimaga tog'larga ko'p borardi dadam nima ishxonasi bilan bilmayman kim bilan ayam yana qo'shib yuborgan bir marta keyin Tamara degan xotin bor ekan
dadam meni oldimda shu ko'z oldimdan hech ham ketmaydi. Meni oldimda o'sha xotinga tiz cho'kib sevgi-izhor qilgan hammani oldida. Men necha yosh bo'lganman, 7 yosh bo'lganmanmi, 6 yosh bo'lganmanmi? Kelibdi xotin shuna yonimga kelganda ayangga borib aytib bergin degan shu gap shuni esimda. Kelib aytganmanmi, aytmaganmanmi bilmayman. Kichkina bo'lganman, 5 yosh bo'lganmanmi? Ayangga borib aytib bergin shuni. Mana dadang qara nima qildi degan. Esimda bor, avtobusga o'tirib ketdik Tojikistonda, tog'lar o'tib ochig'ida o'sha yoqqa bordik. O'sha Tamara bilan yurganini keyin eshitdik. Arabistonga olib borib kelgan necha marta. Biz o'sha endi bir guruhga bo'lib ketishgan bu yer. Ishxonasida ishlashardi birga. Undan keyin boshqa ayol bilan yurgan, masalan, puli juda ko'p bo'lgan, bizga unaqa ishlatmagan masalanda. Masalan, bizda ham olib borsa bo'lardi, masalan, biror joylarga. Faqat Toshkentga borganmiz. Toshkentda parklarga tinmay olib borardi dadam lekin. 8 yoshingizgacha почти ota-onangiz bilan yashamagansiz, buyingiz bilan yashagansiz, tog'ingizmi, amakilaringizmi kim bilandir yashagansiz. 8 yoshdan keyin ukangiz tug'ilgan. Bu mamalik o'tgan, ukamga buni qaraganman manzilasiz. Plus oyim bu uydagi ishlarni qildirardi, toshligicha uylarni narsa ektirardi. Do'sti, bu yoq tarafdan qaraganda umuman bolaligingizni yashamagansiz-da. Bolaligingizni yashamagansiz. Bolaligingizda sanki nimadir fursatlar mumkin deyishganmi? O'ylaganmisiz? Bilmadim endi. Masalan, lekin buvim menga pul berardi, opalarim pul berardi. Xohlagan narsamni olardim. Ota-onangiz tarafdan? Ota-onam tarafdan bitta narsa sizga yaxshi bo'lishi uchun, nimadirlar xohlasangiz, yaxshi, просто dam olgisi kelyapti, nimadir maza qilgisi kelyapti, nimadir olgisi kelyapti, o'sha uchun ota-onangiz qanaqa biz qandaydir bu bir anaqaga tushgan nima edikda, unda ortiqcha narsa so'ramasdik. Xohishlarimizni xohishimiz bo'lmasin, mumkin emas. Yo'q, mumkin emas ham o'zimiz so'ramasdik qandaydir. Ortiqcha xohish bo'lmagan. Uyda produktda bo'lgan, sharoit bo'lgan, mashina bo'lgan, ortiqcha mana uni endi kiyim xohish bo'lgan, kiyim u paytda lekin o'zi ham yo'q edi-da, kiyim почти yo'q edi. Unaqa bozorlar yo'q edi u paytda. Qandaydir kiyim u payt kam bo'larmidi, tiktirardi kiyimlarni. Ayam esimda bor, kiyim tiktirardi o'ziga. Xo'p, yaxshi maza qilishingiz uchun ota-onangiz просто tak shundoq qilib berisharmidi yoki nimadirlar qilishingiz kerakmidi? Qanaqa edi? Hozir ham mana o'sha xatoni o'zim ham qilaman. Biror narsa kerak bo'lsa, bolaga avval mana uni qilib qo'y, keyin bundan chiqib bo'lgan menda shu narsa. Nimadir qilsang, keyin loyiq bo'lasan, qilmasang loyiq emassan. Shunaqa xatoyim o'zi ham qilyapti, o'zim ham qilyapman. Hozir ham qilyapsiz? Qilyapman. Ota-onangizga doim siz shunaqa qilishgan. Shunaqa bo'lgan. Keyin yana bitta narsa, katta mendan keyingi ukamga mayli endi men juda ham o'qish xohlaganman. Institutga kiraman deb juda ham harakat qilganman. O'zim texnikumda paytda bizga anaqa berardi, stipendiya berardi. Men texnikumda o'qimayman, 11 gacha o'qiyman, institutga kiraman deganman, quloq solishmaganda ayam meni majburlab tog'am ishlardi. U paytda texnikumga qabul bo'lyapti degan ayam meni keyin texnikumga kirgizgan. Texnikumga kirganman, menga yoqib qolgan-ku, boshida keyin даже shunday bo'lganki, paxtaga ketishgan, ayam gaplashib paxtada olib qolganda men o'sha bir oy bo'shman-ku, shu bir oy institutga maktabga borganman bir oy. O'sha texnikumga kirganman. Maktabda hujjatlarni olib ketganman, bir oy maktabga borganman. Men o'qiyman deb. Keyin mana shu texnikumdagi pullarni yig'ib, buvim bergan pullarni yig'ib, o'zim yashirincha anaqa ingliz tiliga borardim, matematikaga borardim institutga kirish uchun. Institutga kirishga ruxsat yo'q edi menga. Shunday aytilardiki, "Что sen turmushga chiqasan" deb. Menga 16 yoshimdan sovchi kelgan. Ayam rosa xohlagan meni o'shanga berishdi. Keyin u bola 1-2 yil kutganda men tegmayman, nima ayam beraman degan. Dadam
so'ragan mendan senga yoqadimi u bola, menga yoqmaydi dada, yomon ko'raman u bolani deganman. Keyin yaxshi baxtimga dadam gapimga quloq solib ayamga yo'q bermaymiz degan. Keyin u odam endi insult bo'lib qolgan, uni eshitib ayamga kelib ayasi gapirgan, mana seni deb shunaqa bo'ldi deb, ayam meni bo'ldi qari qiz bo'lib qolding endi, sen hech kim olmaydi, uni bo'lsa undan tashqari yana juda ko'p sovchilar bo'lgan. Keyin undan keyin boshlig'i nima meni bankda ko'rib qolgan ishlaganimda, u nima juda ham chiroyli o'g'li bor edi, lekin qandaydir chiroyi qiziqtirmasdi, simpatичный, juda ham simpatичный bola edi. U ham qiziqtirmasdi, qandaydir displens qilmaganda, anaqa unga ham tegmayman deganman, lekin u qishloqda yashagan, juda katta hovlilari bor anaqa, lekin qandaydir xohlamagan unga tegishdi. Shu turmush o'rtog'imga yoqtirib qolib, turmush o'rtog'imga tekkanman. Aytmoqchimanki, ayam faqat turmushga berishni o'ylagan. Men hozir meni qizim turmushga berishni o'ylayman-ku, endi tushunyapman-da ayamni. Endi turmushga berishni o'ylagan faqat. Qarang, xohishlarimiz bo'lmagan do'stlar. Xohishlaringiz bo'lmaganmi yoki bo'lmasa xohishlaringiz umuman eshitilmaganmi? Eshitilmagan bo'lishi. Eshitilmagan holat o'shancha chiqmagan. Keyin dadam meni hech vaqt qo'ymasdi, masalan, o'tirishlar juda ko'p bo'lardi. Texnikumda yosh bo'lganmiz, o'tirishlar ko'p bo'lardi. Baxtimga o'sha payt dadam komandirovkaga ketardi, ayam menga ruxsat berardi, men borib kelardim. Hech qaysida qolmaganman, lekin hammasiga borganman. Texnikumda ham anaqadan yutib konkursga Samarqandga bepulga borganmiz. O'shanda ham men tog'alarim pul bergan, shu tog'alarimni puliga borganman. Voy. Keyin yana nima bor? Mendan keyingi ukam nimaga militsiyskiy akademiyaga kirgan, короче, uni kirgizaman deb kamida bir 40-50 ming dollar ketgan unga. O'shanga xafa bo'lganman, ozginasiga menga o'qitishsa bo'lardi deb. Unga kvartira olib berishgan 40 mingga. Pulli bo'lganda, pul mo'ri bo'lganda, lekin siz texnikumda o'qib turib, nimadir ishlar qilib turib, o'shani pulli ingliz tilida bir bola tilida o'qigansiz. Shu pul bo'lgan, lekin qo'yishmagan. Keyin masalan hozirgi nimani aytsam, endi hozir Xudoga shukr, masalan, ikkita kvartiramiz bor, bittasini sotdik, uy olamiz deb. Ikkita kvartiramiz bor, Bekobodda hovlimiz bor, kottejimiz bor. Turmush o'rtog'im topadilar. Masalan, katta ukamga ikkita kvartira berishgan, kichkina ukamga ikkita kvartira berishgan, singlimga mana ikkita kvartira berishdi. Menga hech narsa berishmadi-da. Men aytaman, menda bor-ku deyman, lekin ichimda nimadir ham o'qilaveradi. Nimaga men keyin ayam nima 4000 dollarlar bor edi, qolgan ekanda 4000 dollarlar berdilar menga. Sevara senga beraman, senga uchun hech narsa bermadik deb. Keyin yaqinda ozgina oramizda gap bo'lib qoldi-da, o'ralashib qoldi-da, keyin pulni olib qo'ydilar keyin. Men aytaman, nimadir menda bor. Nima his qilardingiz? Qarang, nimadir tushunishga o'tib tushunishdan oldin chuvstvo bor-da, og'riq bor-da. Og'ringizni tiqib yopib ketib qolsiz, manda nima bor deb. Nima his qilardingiz? Sizga hech narsa bermaganlarda, hech narsa sizga pulligi bo'lib turib, sizga emas boshqalarga qilishganda nima his qilardingiz? O'sha hisni tushuna olmayapman-da, chunki hislar yopilib. O'sha his nimaligini mana Nargisa tabim nima his qilasizlar deydi-ku. O'shanda ham topolmayman-da hisni, chunki yopilib, o'sha yopilib bo'lingan hislar. Endi hop. Men bilasizki nima kerak? Mana shular bo'lmasa nima bo'ladi? Kamoliy ishlasa, qiz o'ziga qaramasa, nima bo'ladi? Qanaqa his qilasiz o'zingizni? Noto'g'ri savol berdim, hisingizni bilmasangiz kerak. Nima bo'ladi fikrda? Masalan, qarindoshlarimni olib kelaman, chunki o'g'lim как попало kiyinib ketaveradi. Qizim masalan uchun nima o'sinim qizi bor, qizim bilan teng, o'zi turmushga chiqdi masalan. Uyalasiz, yana o'rtoqlarim masalan o'zi qizlari turmushga chiqqan, o'zi to'ylar qilishgan. Mana shu yerda anaqa nima bor? Men hech kim emasman, men qo'limdan hech narsa kelmadi. Nima bor? O'rtoqlaringiz farzand tarbiya qilishda eplay olmadim deb o'ylayman masalan.
xato qildim qayerdadir deb o'ylayman. Doim o'zingizni ayblayapsiz-da, oldindan o'zingizni ayblab kelganmisiz? Bo'lgan. Yana nima deysiz? Uyalasiz, men farzand tarbiya qilishni eplolmadim. Ayblaysiz o'zingizni. Yana eringizni ko'zida qanaqa bo'lasiz? Ota-onangizni ko'zida qanaqa bo'lasiz? Onamni ota-onam birga yashamaydi hozir, alohida yashashadi. Farzandlaringizga qaraganda sizga nimalar qilishadi ana? Ota-onam qachon to'ylari bo'ladi, biz ham evara ko'rgimiz keladi deydi. Sizga qanaqa Yana aytiring. yo'q, biz adashib mendan keyingi ukam oilasidan ajrashganda, endi ayam nima qila olmagan, ukam o'zi ham nima qila olmagan, короче ajrashgan. Undan keyin xolamni qizini oldik. Juda ham yomon ekan, qarindosh nima qilish, kelin qilish bo'lmas ekan. U alohida yashadi birinchi, keyin ayam bu yoqqa ko'chib kelganda ular hovli sotib olib, ayam ular bilan yashadida. Ayam birinchi dadamni chiqarib, qandaydir qilib dadamni kvartirada yashardi, bitta nima to'xonali uyda. Dadamni uydan chiqarib yubordi. Unday qildi, bunday qildi, unga yomonladi, bunga yomonladi, gapga juda usta ekan. O'zimni jiyanim bo'lsa ham bilmagan ekanman. O'zim ishonib ketdim. Dadam chiqarib yubordi. Dadam kvartira yo'qlar keyin. Lekin kvartira olib qo'ygan ekanlar, nimaga yoqqa bormaganlar hayronman. Dadam ham o'ziga ravo ko'rmadi keyin. Ravo ko'rmadi dadam. Oxirgi hozir ko'rsangiz kvartirasi juda ham abgor holda kvartirasi. Ukamga deb atalgan kvartirada turibdi. Dada nima qilasiz? O'zingiz kvartirangiz bor ekan. O'sha kvartirani shunday ukamga berib yubordilar-da. O'sha kvartira olgan kvartiralarni. O'sha chiroyli kvartirangiz bor ekan. O'sha yerda yashangizni mazza qilib, o'sha ukamga aytmaysizmi? Mana bu kvartira senga, sen menga qaragin, mana shu kvartira senga qoladi desa, qanchada o'sha bola aytganini qilardi dedimda ukamda. Keyin aytmoqchi, nima kelinimiz короче, ayam xarakteri og'irroq, tozalikni yaxshi ko'radi, u kelinimiz ish qilishni yomon ko'radi. короче, chiqish olmadi, hovlini sotishdi, o'zlariga kvartira olishdi, ayamga kvartira olib berishdi. Ayam ham meni yonimga kelib, ayamning yonimda kvartirada yashayaptilar, o'sha sotib olishdi, 2 xonali kvartira. Aytmoqchiman, yoshligimda shu ayamning uyini men tozalab kelaman, bironta yerim tozalamaydi, hammasi meni bo'ynimda. Hozir o'sha kvartirasini singlimga berganlar. Singlimga seni kvartirang ko'mdi olib qaraganda o'zing tozala desam, u xohlamaydi tozalashni. Hozir uni sudrab ikkalamiz uni ham majburlayapman. Ikkalamiz tozalayapmiz. Menga qiyin emas tozalash, просто anaqam kelib ketadi-da, nimaga men qilishim kerak deyman-da. Masalanda, o'sha yoshim 7 ga boryapti. Men qilishim kerak deb qilamanda, yana bu ham noto'g'ri. Masalan, menga qiyin emas shuni uborka qilib berish, 2 xonali kvartirani. Endi nimaga qilishmaydi deyman-da. O'sha kvartirani uborkasi deb ozginani bo'lib qoldi, chunki ukalarimga голосовой jo'natdim-da. Men aytaman, xotinlaring uborka qilmaydi, hech bo'lmasa klinik qilib turinglar bir oy masalan bittalaring qilsalar, bir oy bittalaring qilinglar. 600 mingginami ketadi. Men endi oyog'im og'riydi, sizlar necha yoshgacha men uborka qilaman, ayamda dadamning uyini uborka qilib beringlar, ayamning uyini uborka qilib beringlar desam, uni ukam, kichkina ukam ayamga jo'natibdi, ayam xafa bo'lib, o'shanda kim pulini olib qo'ydi, nahotki sen qiyin bo'lsa shu uyimni tozalash deb. Men aytdim, 2 ta keliningiz bor dedim, nimaga men tozalashim kerak? Mayli, ukalaringiz avaylaverasiz, o'g'illaringiz avaylaverasiz deyman-da. O'shandan keyin bo'ldi. Endi bu to'g'ri uborka bajna narsa emas. Endi shunday nima bo'ldi. Davomli kichkinaligingizdan nimalargadir majbur bo'lib kelganmisiz? Qilishing kerak. Конечно. Haligacha shunaqa davom etadi. Hozir ham mana ayam polni, mana ukalarim bo'lsa ham baribir menga qarab turadi. Men endi lekin o'zim tisarilib, da, men tisarilib, уже ayam o'zini kasalda sog'sa ham, boshqa qilsa ham, o'zimni уже orqaga olyapman, qilsin ukalarim, nima qilsam. Polni anaqa, masalan, bankda ishlaganda qanchadan 4 mingdan oshiq pul yig'dim, uni ayamga berganman, u yolayotganda.
ukalarimni ko'p narsa to'ylarda ko'p narsasini ko'targanman, hamma почти salatlarni, boshqalarni, pishiriqlarni hamma narsaga men qilishim kerak deb o'zim ham o'qiganman-da. Masalan, ayamdek aytmagan, qilib ber shuni deb. Men o'zim shuni nima qilganman-da. Qarang-da. $4000 nimaga qanidingiz? Oyingizga beramadingmi? Yo'q, o'zimga. O'zingizga ishlatmadingiz. O'zimga ishlatmaganman. Loyiha ko'rmadingizmi? Oyingizga $4000 qarang, o'zingizga kirg'iza olmaganingiz uchun, loyiha ko'rmaganingiz uchun u pul chiqib ketishi kerak emasmi? U kirish uchun kelgan edi. Mana investitsiya qilish uchun deb yig'magansiz uni. Bunaqa televizor, mana bunaqangiz yo'q-da. U ketishi kerak qaqada. Qaqa ketdi, oyingizga ketdi. Keyin yana pul yig'dingiz, nima qildingiz? Keyin ukalaringiz to'yiga bir narsaga o'shani ham ukam to'yiga deb yiqqanmidingiz? Yo'q. O'zimga deb qildingiz. Qildingizmi o'zingizga loyiha qo'ydingizmi? O'zingizga ham hozir nima dedingiz? Men hamma narsani loyiha ko'raman o'zimga, erim ham loyiha ko'radi dedingiz. Aslida siz ham loyiha ko'rmaysiz. Endi hozir aytasiz, o'g'lingizga aytasizki, "Davay, o'zingga ishlat, o'zingga qara, pul yig'magin" deyapsiz. O'zingiz qila olmagan ishni o'g'lingizga aytasiz. O'g'lingiz ham xuddi sizdagi taktika qilmayaptimi? Qilyapti. Xuddi sizdagi yo'lni o'g'lingiz. Lekin menga bermaydi-da. Ha? Menga pulini bermaydi masalan. Ne berish kerak, sizning ehtiyojingiz yo'q-ku, nima qilasiz? U pul bersa, hozir sizga $100 bersa, $100 bor restoranga o'tirib kelasizmi? Yo'q, aytmoqchimanki, masalan, shu uyda yashayapti masalan, nima qilyapti, lekin pul bermaydi. Nima qilasiz pulni? Pul ehtiyojiga keladi. Просто tak bermaydi. Ehtiyoj uchun keladi har doim. Ehtiyoj uchun. Mana ehtiyoj bir xilda bo'ladi. Ichida boy insonlar faqat o'ziga ishlatadi, ular ko'paytiradi. Ularning ehtiyoji bor, pulni ko'paytirishga ehtiyoji bor. Tushundingizmi? Nima ehtiyojingiz bor? O'shaning uchun oyligingizni ololmayapsiz, ehtiyojingiz yo'q. Mana xohish bo'lmagan va xohishim inobatga olinmagani uchun xohishim yo'q. Paytim ishxonangizga oyligingizni bermaydi. Ehtiyojingiz yo'q u pulga, tushundingizmi? Qattiq nimagadir ehtiyojingiz bo'lib qoladi, lekin davay berlaring desangiz ehtiyojingizga keladi faqat. Mani xohishlarim inobatga olinmagan. Mani xohishlarim inobatga olinmaydi. Qaytaring. Meni xohishlarim inobatga olinmaydi. Mani xohishlarim inobatga olinmagan. Meni xohishlarim inobatga olinmagan. Hozir ham xohishlarimni inobatga olmayman. Hozir ham xohishlarimni inobatga olmayman. To'g'rimi? To'g'ri. Xohishlarim inobatga olinmagan. Xohishlarim inobatga olinmagan. Hozir ham xohishlarimni inobatga olmayman. Olmayman. Olasizmi? Yo'q, olmaysiz. Qayerda bu nima? Xohish yo'q. Xohish bo'lmagan, xohish bu ehtiyoj, deysizmi? Ehtiyoj bo'lmagan joyga pul kelmaydi. Finansiy o'smoqchisida nima qilasiz pul? Sayohat qilmoqchiman, brilliant anaqa olmoqchiman o'zimga. Eshitiring, kecha Marg'ilonda seminar o'tib ketdi. Marg'ilonning ayollar o'tirishdi. Voy, menga pul temasi bo'ldi, menga pul bir bola ishdiki. Davay, kimni nima ehtiyojiga pul? Menga $10,000 anaqa qilmaydi, osmonga uchmaydi. Meni tiliga sig'adigan pul deydi. Хорошо, bitta ayol aytdiki, 1,700,000 xohlayapman, 1,700,000 kelsa, uxod va kosmetika olaman dedi. Olasizmi? Точно aytsam, olaman dedi. Ozgina gaplashdik, o'tdan kirdim dedim. Davay, hozir sizga 1,700,000 so'm pulga hozir qo'lingizda dedim. Boring chiqib uxod va kosmetika olasizmi? Faqat to'g'risini ayting. Yo'q, olmayman. Bolamga nimadir olib beraman, ammamga nimadir, mana nimadir qilib beraman dedim. Xuddi sizga ham shu. Hozir menga pul kelsa, brilliant olaman, sayohatga olaman, chiqaman deysiz. Rost gapni gapiryapsizmi yoki o'zingiz aldayapsizmi? Yo'q, rostni aytyapman. Rostni aytyapman, lekin nimadir bo'lib qolaveradi. Masalan, hozir kvartira sotishimiz kerak, yangi uy hovli nima qilib, hovliga ko'chishimiz kerak. Brilliant olishingizga, sayohatga chiqishingizga nechta pul ketadi? Juda 5,000 brilliant bo'lsa, sayohatga $8,000 ketsa, $8,000 hozir pulingiz bor-da. O'ylab qo'ying, nima qilgan bo'lardi? To'xting, aldamasdan. Meni aldagan. To'g'ri, siz aldaganim yo'q. Ha. Uyingizdagi qanaqadir katta ehtiyojingiz, bolangizni ehtiyoji, qizingizni ehtiyoji, uyingizda nimadir qizimni ehtiyoji hozir masalan bittasi kelyapti, shu to'y arafasi bo'lib qolishi mumkin. Endi qarang, $8,000 hozir qo'lingizga pul keldi. Agar sirazi nimadir o'zingizga pul keldi. Sirazi buni sizni sinash uchun vaziyat keladi.
o'g'lingiz potaxada, qizingiz potaxasi bo'ladi. Ammo qilish kerak, mana qilish kerak. Ketasizmi sayohatga, birlanib olasizmi? Yo'q. Loyiha qo'rasizmi? Mana shu sinov paytida boshqalarni chetga surib turib, "Всё, men xohladim, menga keldi, ketdim" deya olganingiz bu men loyihaman deya olganingiz. Hali loyiha ko'rmayapsiz o'zingizni. Ketaman deysiz, hozir 3 marta so'radim, masalan, ketaman deysiz. Hozir potaxasi bo'ladi shunaqa. Konkretniy sinov bo'ladi, bilasizmi? Bo'lmaydi, hozir mana shunga bermasam bo'lmaydigan joy. O'g'lingizga nimadir bo'lib qoladi. Kasal bo'lib qoladi yoki nimadir bundan operatsiya qilish kerak bo'lib qoladi. Nimadir bo'lib qoladi. Ketasizmi siz sayohatga? Birlar olasizmi? Значит, Sevara ham o'ziga hech narsani loyiha ko'rmaydi. Mana ildizingiz mana bu. Xohishlaringiz inobatga olinmagan, paytda u xohishingiz bo'lmagan sizni. Tegida xohishingiz bo'lmagan emas. Siz eshitilinmagansiz, hech kim sizni eshitmagan. Eshitmagan. Davomiy sizga nimadir vazifa berilgan, mana buni qil, mana buni qil, mana buni qil, mana buni qil. Da bu qanaqadir rag'batlantirilishgan, juda ham melkiy narsa, o'z unaqa ketgan, o'chirilib ketgan tushunasizmi? Mana buni qilishing kerak, mana buni qilishing kerak, mana buni qil, mana buni qil. Mana buni qilsang keyin beraman. Yana bitta narsa bor, masalan, как на горло наступило deydi-ku. Men texnikumda o'qiganimda nima sahnadan tushmasdimda, nimalarni olib borardim, nima deydi, har xil yig'ilishlar, shoirlar keladi, kimlar keladi, ularni men o'rtani olib borardim. Bitiruv kechasida o'rtani olib borganman. Hamma, даже Saroy Nurxonim rolini o'ynaganman. Sahnadan chiqmasdim. Unda nimalarda faqat men javob berardim. Endi 2-3ta qiz bo'ladi, o'z aktivistlar. O'sha uchalarimiz javob beradi. Soatlab gapirishim mumkin edi. Hozir tomog'im kimdir bo'qqandayda gapira olmayman. Birovni ko'ziga qarab gapira olmayman. Keyin nima deydi, uzoq birovni narsa bilan gaplashib tura olmayman. Bir xillar juda ham anaqa gapga usta bo'ladi, unaqa emasman. Oldin unaqa emas edim, hozir shunaqa bo'lib qolganman. Mana shu nomidagi Gorlovoy chakramiz anaqa bilan bog'liq. Namoyon bo'lish bilan, o'zini ko'rsatish bilan bog'liqda. Hozir nima bo'ldi? O'g'illaringiz bilan qizingiz da yopib olishyapti. Aslida kim yopib olgan? Sizga kim olgan? Siz. Hozir ularni davay, salla, men qila olmagan ishni salla qilaring deyapsiz. Bularni o'zini, bular o'g'lingiz alohida, menga kelganda, qizingiz alohida kelganda, u boshqa masala edi. Siz kelyapsiz bular masalasi bo'yicha. Aslida bular masalasi bo'yicha kelmayapsiz, o'zingiz masalasi bo'yicha kelyapsiz. Ya'ni men o'zimni namoyon qila olmadim. Qilgim kelgan edi. Kelganmidi? Qilgim kelgan edi. Namoyon qila olmadim. Mana shu o'zimni namoyon qilsam, o'zimni yaxshiroq his qilaman deb o'ylayapsiz. Yo'q, necha yoshingiz? 46 yoshmi? Hozir 46 yosh. Avgustda 47 ga. Qarib qolmadingiz. Kechmas hech narsaga. Hech narsaga kechmas. Sizni hayotingiz endi boshlanayotgan bo'lishi. Hozir men ko'p qanaqalar ko'raman-da. Ayolni o'zini asl ayolligini 33-35 yoshdan his qilishyapti. Hayotdan maza olishi biladi, ayolligini sezadi, qanaqa yashash kerakligini biladi-da. Sizniki endi boshlanayotgan bo'lishi mumkin. Bu bo'ldi, yoshim o'tdi-da, endi hayotim boshlanyapti. Qilolmagan narsalaringiz hozir yengildan hammasini boshlashingiz mumkin. Men bittaga o'zingiz eplolmagan ishni masala qilgan bo'lsa-da, yo'q, qilib bermaydi hech kim. To'g'ri, yo'q, men bilyapman shu ular meni aksimligini. O'sha ishxona ham meni aksim, bilyapman. Nimaga lekin unaqa odam uchradi, qayerda hali shunaqa meni proyeksiyam bor, shuni. Tushundingizmi? Pulingizni kelmayotganmi? Ehtiyojingizmi? Konkretni men o'zim pul bilan rosa ko'p oxirgi paytda ham rosa ishladim, boshqa qildim-da, mana pul bilan masalamni ishladim. 4 yil ishladim-da. Nimaga turdim? Nimaga meni faqat ehtiyojim bo'lganda pul keladi. Masalan, men bolani maktabga kelganda pul keladi, bo'lsa pul keladi. Bog'chasi bo'lsa pul keladi, nimagadir kiyim-kechagiga pul keladi, boshqa. Nimaga men bitta anaqa yo'q, turmaydi pul. Men o'sha paytda juda ham duxovniskiga kirib ketgan edim-da. Ya'ni moddiylikka важный emas, duxovnis важный, anaqa bilan важный duxovniskiga kirib ketganman-da. Men bittaga xohishlarimni yopganman hammasini. Nimaga menda pul? Faqat ehtiyojim bo'lsagina pul kelyapti, faqat. Qattiq kiyinishingiz o'sha shart bo'lgan joyida bo'lsa, kiyimga pul keladi, bo'lmasa yo'q. Qattiq ehtiyojda.
bu qattiq ehtiyoj, bu уже mana tezlikka ehtiyojda, bo'lmasa bo'lmaydi. Sizni mana shu yerda yashab qolishingiz uchun, hayotda himoyangiz uchun kerak bo'lgan pulga ot boshqasi yo'q. Keyin tushundim, aslida pul yo'q emas, ehtiyojim yo'qligini tushundim, xohishim yo'qligini tushundim. Xohishingiz kattalashgan sari pullaringiz kattalashadi. Masalan, o'zimga qulayman deb o'ylayman. Masalan, $1000 kursda ham o'qidim, mana yulduzli marafonda ham o'qidim. Masalan, sizga ham masalan qiyin emas menga shu pulni berish. Menga xuddi shunaqa ma'naviyatga, duxovniy tarafga pul vasha emas edi. Kelardi ham menga pul tushunasizmi? Kelardi. Lekin moddiy xohishlarim chunki moddiy xohishim yo'q edi. Tushundingizmi? Mana hozir sizni ruhiy ilm olishingiz, qilishingiz bu ehtiyojingizda. Moddiy xohishlaringiz hali kam. Pashta yo'q bo'lishi mumkin moddiy xohishlar. Moddiy xohishlaringiz o'sha nima deydi? Sayohatda hozir meni aldab o'tiribdi. Yo'q, bormaysiz sayohatga. Menda 2 marta shunaqa случай bo'ldi. O'sha o'rtog'im qo'limga pul berdi, sayohatga bor dedi. Meni ishim bor, men boraman, san borgin dedi. San bor, bunaqa qilgin, yozilib kelgin. Keyin oilaviy ketamiz yod dedi. Ha, anaqa bunaqa qildim, cho'zdim, ammo bahona qildim, bo'l pul yo'q. Ikkinchi marta yapti. Bor oxirgi marta gapiraman. O'z doim sayohatga chiqaman, qanaqadir period yopilib qoldi. Tomonga o'shanaqada hamma narsada qolib qoldi. Period yopilib qoldi. Yana berdi ikkinchi marta. Keyin men anaqa edim-da, ana ichimda chuvsta vini bo'lardi, o'zim aytdim. Onam sayohatga olib chiqmaganman, boshqa qilmaganman. Ularni oldida aybdorlik hissi, uyalarni boshqa qilardim, chiqa olmadim shu sayohat. Ketdi o'sha pul. Keyin erim aytdiki, bo'lsam, вообще anaqa o'zing tayyormisiz ekan, bunaqa o'zing bilan ishlagin, menga gapirmaydi. Yo'q, bo'ldi, senga pulam kelmaydi, pulam bermayman, menga gap kelmaydi. Bo'ldi. Gap bitdi o'sha gap. Nimaga ekanman? Yo'q dedim-da. Keyin o'rtog'im bilan anaqa planimiz bor edi, ketadigan. O'rtog'im bilan emas, onam bilan. Nimadir bo'ldi, yo'q, ketaman dedim, boraman dedim. Qayerdandir pul keldi. Qayerdandir pul keldi, onam bilan Dubayga borib keldi. Aylangan borib keldi. Keyin o'shandan ozginadan keyin o'rtog'im bilan borib keldi. Ya'ni просто qarang, pul emas-da bu yerda masala. Men o'zi pulim bo'lib turib, men bolalarga aytib, pul to'lashimiz kerak. Anaqa shuncha ishimiz bor, qanaqa boraman? Onam sayohatga chiqmagan, qanaqa boraman? Ichimda mingta narsa bor ekan. Psixolog bo'lib men o'zim ham ko'rmaganman bu narsani. Tushundingizmi? Ishlarim kerak shu narsalar. Men turmush o'rtog'imga ham aytaman, olib chiqmaysiz deyman. O'zim anaqa bo'layotganini tushunib turaman bu yerda. O'zimdaligimni tushunib turaman. Chiqsangiz nima bo'ladi? Eringiz bilan chiqsangiz qanaqa his qilasiz? Nimalarni o'ylaysiz? Kimlarni o'ylaysiz? Balkim ota-onamni o'ylarman. Mana shunaqa bo'lardi. Ha, voy, men borman, ota-onam borishmagan. Ota-onam anaqa qilmagan. Ota-onam borgan, dadam masalan juda ko'p borgan, onamda ham Arabistonga borgan, birinchi to'ylar bo'lganda Moskvaga borishgan. Masalanda kichkinaligimizda tinmay zominlarga yaqib ko'p yurishardi. Masalan, o'sha eringiz sizni olib chiqmaysiz deyapsiz-ku, eringiz olib chiqsa, siz o'zingizni yomon his qilasiz, tushunasizmi? Yo'q, tushunyapman. Kimlardir oldida aybdor his qilasiz, uyalasiz, bir narsa bo'lasizda, o'shani yomon hislarni his qilmasligingiz uchun faqat kelmaydi bu narsa. Menda ham xuddi shunaqa sayohatga chiqsam, ota-onamni bolalarim oldida чувство vины bo'lardi, bir narsa bo'lardi. O'shaning uchun o'zim yomon his qilmasligim uchun menga pul kelmas edi. Kelganida ham chiqa olmadim. Pul bilan bog'liq narsamiz. Поэтому menga pul kelmayapti emas, meni xohishlarim yo'q. Nima xohishim bor o'zi? Xohishlarni kichkina narsalardan boshlaysiz. Yo'q. Loyiq ko'rish kichkina narsa. Yo'q, unaqa narsaga loyiq qilganman uni. O'zimga xohlagan ovqatimni olib bera olaman, kinolarga kiraman. Hozir ko'tarilasiz. Yo'q, ko'tarilasiz. Chiqqan patologiyangizdan tepasiga chiqasiz endi, tushundingizmi? Yo'q, uni chiqishga harakat qilyapman. Keyin nima ish qilsam mana qildi, o'xshadi menda, o'xshadi deb o'zimga qilyapman. Baribir unda yetarlicha emas. O'rtoqlarni dachalarga boramiz, masalan, ishxonamiz bilan Zominga borib keldik, 3 kun dam olib keldik, qimmat yaxshi joyda. Bilmasam, qarang, anaqa Sevara bizani yarmimiz ayollik energiyasi, yarmimiz unaqa mujskoy energiyada, erkaklik energiyasida. Intellektimizga mujskoy energiya javob beradi, чувствolarimizga женский energiya javob beradi. Siz nima dedingiz menga? His qilishni bilmayman, his qilolmayman dedingiz.
yaxshi pulni keltiradigan женский energiyamiz, чувствоlarimiz. Чувство yopiq-ku sizda. Nima deysiz? To'g'ri. Keyin ana shu aytganingizda eshitilmaganlik ham bor. Eshitolmagan. Shuni qanday nima qilsa bo'ladi endi? Sizni голосingiz, sizni xohishlaringiz umuman muhim bo'lmagan. Давайте bitta meditatsiya qilib ko'ramiz. Endi bilmayman, чувствоlardan bo'lgancha qanchalik kira olasiz, kira olmaysiz. Ko'zingizni yuming. Nafasingizga qarang, diqqatingizni. Tanangiz qattiqmi, yumshoqmi? Yumshoq. Qisqa. Nafasingiz qorningizgacha borsin. Matkingiz qanaqa, yumshoqmi, qattiqmi? Yumshoq deb o'ylayman. Tasavvur qiling, sizni oldingizda zina bor, zina pastga qarab ketgan. 33 ta zina. Bitta sekin sanab 33 ta zina pastga tushgan. Sekin sanab. Tushganingizda sizni yoshlik paytingizdagi uyingizdagi darvoza, o'shani ochib uyingizga kiring. Hovlingizga kiring. Hovliga qarang, tinchroq. Uylaringizga qarang. O'sha yerda kichkina qizcha. Necha yosh, qanaqa ko'rinishda? Nima qilyapti? Kravatda ayollar dadam o'tiribdi. Vanda kichkina qizcha. Necha yosh? 5 yosh bo'lsa kerak. Ko'rinishi qanaqa, ahvoli qanaqa? Yaxshi kiyingan. Ruhiy holatichi? Qarang, sekin yoniga yaqinlash. Ko'zlariga qarang. Tursin sizni qarshingizda, ko'zlariga qarang. Просто qarab turing. Nima his qilyapti? Balkim qo'rquvdi. Nimadan qo'rqyapti? Gapirishamiz. Nega gapirishgan u? Shu o'zi qilmagan ishiga gapirish. Doim o'zi qilmagan ishiga gapirishganmi? Kimdan qo'rqadi? Oyisi bilan do'stdanmi? Yo oyisidanmi? Oyisidan ko'proq bo'lsa kerak. Oyisiga nima pretenziyalar bor? Nima gap gapirgisi kelyapti? Xafami oyisidan? So'rang. Qanaqa oyi bo'lgan unga? Doim xafa qilgan, uni ayblaganmi yoki majburiyat yuklaganmi? Majburiyat, ko'proq majburiyatni qizcha o'ziga o'zi olgan deb o'ylaymanda. Qandaydir o'zim qilardim hamma narsani. Ayam mana endi aytardim, mana ishni qiladi. Ko'proq o'zim mas'uliyatga olib, ko'proq shuni qilishim kerak deb nimagadir yoshligimdan shuni kimani o'qigan bilmayman. Shuni qilishim kerak. Aytmagan narsani ham qilardim-da. Qilmasangiz qanaqa his qilasiz? Qilmasam aybdor his qilardim. Siz yaxshi ko'rinishga harakat qilardingiz, yaxshi bo'lishga harakat qilardingiz.
yaxshi bo'lmasa nima bo'lishi mumkin edi, yomon qiz bo'lsangiz nima bo'lishi mumkin edi? O'zimni har doim qilishga harakat qilardim. O'zingizni fido qilib yaxshi ko'rsatgansiz. Проявленный bo'lishni xohlardim. Fido qilib boshqalarning ko'ziga yaxshi ko'ringingiz kelardi. O'zimni ham bo'lagim birovga berardim aslida. Senga bo'lmasa ham hech narsa bo'ladi, boshqalarga xursand bo'ladi. Sen xafa bo'lsang ham bo'ladi. Xuddi shu. Qizchani ko'ziga qarang. Hech narsa ravo ko'rilmagan. Hech qanaqa so'zi inobatga olinmagan. Hech qanaqa xohishlari eshitilinmagan. Muhim emas. Boshqalar uchun ham o'ziga ham o'zi muhim emas. Kerak emas hech kimga. O'ziga o'zi kerak emas. Boshqalar xursand bo'lsa, boshqalarga yaxshi bo'lsa bo'ladi. U qizchani o'ziga o'zi ham kerak emas. Qarang ko'zlariga, nima his qilyapti? Shu ma'yus qarab turibdi. Qizchaga qarang. Sen hech kimga kerak emassan. Sen men uchun muhim emassan. Sen hech narsaga loyiq emassan. Ayblang, haqorat qiling. O'zini kerak emas his qilish uchun nima gapir bo'lsa gapiring. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi deb bilolmaysan. Sen yaxshi qiz emassan. Nima gapingiz bo'lsa gapiring. Nima qildi qizcha? Shu hayron bo'ldim. Yig'lamayaptimi? Nega? Rozimi gaplaringiz? Hayron bo'lib qarab turibdi menga. Siz nima his qilyapsiz? Oyingiz ko'ziga qarang. Qizchani tinch qo'ying, oyingiz ko'ziga qarang. Просто qarab turing. Oyingiz holati qanaqa? Shu o'tiribdilar kravatda har doim uchraydi. Oyingiz doim o'zini fido qilgan boshqalar uchun. O'zini hech qachon birinchi o'ringa qo'ymagan. Boshqalar uchun yaxshi bo'lishga harakat qilgan. Bechora omongiz. Aslida qarasangiz bechora. Hech narsaga loyiq emas. His qilingiz. Nima qilgisi kelyapti o'zini qarang. Nimadir gapirgisi kelyapti, nimadir qilgisi kelyapti. Ayblangiz kelsa ayblang. Shu o'ziga qaramagan, nima qilmagan, o'ziga loyiq ko'rmagan demoqchi. Siz o'zingizga hech narsani loyiq ko'rmagansiz. Siz o'zizga loyiq ko'rmagansiz, o'zizga qaramagansiz. O'zingizga O'zi qaramagansiz. go'zal ayolida bunday ortiqcha nima qilmasdida, hech narsa yuziga ham, nima ham, xuddi kosmetikalar, chunki o'zi go'zal ayol edi. O'zingizga qaramagansiz. O'zingiz uchun yashamagansiz, o'zingizni sevmagansiz. Sizni qizingiz bo'lishim uchun Qizingiz bo'lishim uchun men ham shu men ham shu ssenariylarni tanladim. ssenariylarni tanladim.
lekin lekin sizni qizingiz bo'lishim uchun sizni qizingiz bo'lishim uchun sizdagi yashashim shart emas. sizdaqa yashashim shart emas. Sizni hayotingiz, Sizni hayotingiz, sizni his-tuyg'ularingiz, sizni his-tuyg'ularingiz, bu sizni tanlovingiz. bu sizni tanlovingiz. Sizni tanlovingiz ekanligini tan olaman. Sizni tanlovingiz ekanligini tan olaman. Shu tanlovda men ham yashadim, Shu minnatdorman. men ham yashadim, minnatdorman. Endi o'zingizga qaytarib beraman. Endi Nimadir o'zingizga ko'rinish qaytarib. sifatida qaytarib bering oyingiz tanlovini. Berdim. Berdingizmi? Ko'p qilaman, deb ko'p berolmadim narsalarni. Bering. Men Men o'zimni sevib, o'zimni sevib, o'zimga ruxsat berib, o'zimga ruxsat berib, baxtli, baxtli, huzurda, huzurda, расслабленный yashashni tanlayman. расслабленно yashashni tanlayman. Shunaqa yashasam ham, Shunaqa yashasam ham, men sizni qizingiz bo'lib men qolaveraman. sizni qizingiz bo'lib qolaveraman. His qiling. Oyingizni tanlovi boshqa, oyingizni hislari boshqa. Sizni tanlovingiz, sizni hislaringiz boshqa. Menga Menga xohishlarimni xohishlarimni ifoda etish mumkin. ifoda etish mumkin. Mani xohishlarim Meni xohishlarim o'zim, mani xohishlarimni o'zim inobatga olaman endi. men o'zimni xohishlarimni o'zim inobatga olaman endi. Xohishlarim men uchun muhim. Xohishlarim men uchun muhim. Mani ovozim men uchun muhim. Meni ovozim men uchun muhim. O'zimni eshitishni, o'zimni his qilishni tanlayman. Bu meni tanlovim. Bu men tanlovim. His qilishni tanlovingizni. O'zingizni his qilishni, o'zingizni eshitishni, ovozingizni, xohishlaringizni eshitishni his qilingchi. Sizni hayotingizda siz muhimsiz. Eng cho'qqida sizsiz. Undan keyin turmush o'rtog'ingiz, undan keyin farzandlaringiz, undan keyin ota-onangiz. Siz muhimsiz. Birinchi o'rinda sizni xohishingiz muhim. Sizni hislaringiz muhim. Sizni holatingiz muhim. Ehtiyojlaringiz muhim. Hammadan ham birinchi. Bolalaringiz uchinchi o'rinda. Bugundan boshlab o'zimga so'z beraman. O'zimni xohishimni, o'zimni ehtiyojlarimni birinchi o'ringa qo'yaman. Nimani evaziga bo'lsa bo'lsin. Qo'yasizmi? Qo'yaman. Oyingiz ko'zlariga qarang. Oyingiz bechora deb ko'rasiz, oyingiz bechora emas. Uni tanlovi o'ta maza qilyapti. Sizni yashayotganingiz sizni tanlovingiz emas edi. Oyingizniki edi. Qaytarib berdingizmi? Qaytarib berdim. Oyingiz ko'ziga qarang. Qanaqa? Sonyaga qarab turibdilar. Bechorami, xursandmi, xafami? Turibdi. Rozimisiz sizdan? Oyingiz bilan ipingizni uzib yubormadingiz. Siz unga tegishlisiz, lekin tanlovingiz boshqa bo'lishi mumkin. Quchoqlang oyingizni. O'zini sevmaslik, o'zini tanlamaslik uni tanlovi edi. Ruxsat bering shunaqa hayotda yashashga. Ona, quchoqlang, ona men siz tanlovingizni hurmat qilaman. Men siz tanlovingizni hurmat qilaman. Tanlovingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, men sizni yaxshi ko'raman va men sizni qizingizman. Men sizni yaxshi ko'raman va men sizni qizingizman. Quchoqlang, his qiling oyingizni.
yoqimsizlikmi yoki iliqlikmi? Yoqimsizlik bormi? bor. Bor. Qatizda. Shu ko'krak. Qo'lingizni qo'ying shu. Ko'rinishi qanaqa? Rangi. Rangi xira qanaqadir. Qanaqa rang xira? Hmm? Qanaqa rang xira? Kul rangiga o'xshagan. Shakli. Shakli parga o'xshagan, bulutga o'xshagan. Katta kichkinaligicha. Shu anaqadek keladi. Ko'kragingizda. Nimadek? Kaftondek. Xayolim shu ham qo'lingizga chiqaring ichingizdan. Ikkita qo'lingizni orasida. Qarab turing ichkilik yoqingizni shu. Nima his qilyapsiz? Kimga nisbatan? Qo'lingizdagiga nisbatan. Shu Yoqimlimi, yoqimsizmi? yoqimsiz. Qarab turing. Men gapiraman, siz eshitib qarab turasiz. Hayotimizda bizga berayotgan har bitta hislar biza uni yashashimiz va mazasini ko'rishimiz uchun beriladi. Har bitta his. Bu qo'rquv bo'lishi mumkin, g'azab bo'lishi mumkin, alam bo'lishi mumkin, hasad bo'lishi mumkin. O'sha hisni his qilishimiz uchun beriladi. Biz nima qilamiz? Bu his yaxshi, bu his yomon. Bu bo'lishi kerak, bu bo'lishi kerak emas deb ajratamiz. Aslida har bitta his bu bizani bitta bo'lagimiz. Uni ko'rishimiz uchun beriladi, his qilishimiz uchun beriladi. Mana shu qo'lingizda turgan narsa siz bitta bo'lagingiz. Yillar davomida sizga menga qara dedi. Doim uni ovozini o'chirasiz. Doim qutulgingiz keldi. Chunki sizga ana isbotni berardi. Shuning uchun. Xuddi bitta bola tug'dingizda, yoqtirmadingizda, tashlab ketdingiz ko'chaga, nuqul oyog'ingizga osiladi, boring, menga yoqmading deb tashlab ketasiz. Xuddi shunaqa bolachaga o'xshab, doim siz mani ko'r degan har doim qochgansiz. Aslida bu siz bitta bo'lagingiz. Yaxshi bo'lishi kerak, yomon bo'lishi kerak deb bo'lsa, burnimizdan kesib tashlashimiz kerak sasvotni. Bu ham siz bitta bo'lagingiz. Ko'ringmi? Tushing, his qiling. Faqatgina e'tiboringizni xohlagan. Menga bitta qara, iltimos qara degan. Nima qilgansiz? Qaramaslik uchun hamma narsani qilgansiz. Qaramaslik uchun psixologiyaga kirdingiz, mingta joyga bordingiz. Qochish uchun. Qanaqa bo'ldi? Kattalashyaptimi, kichkinalashyaptimi? Nima bo'ldi? O'ynang qo'lingiz bilan his qiling. Yoqimsizmi hali? Shu o'sha yoqimsizlikdan qochmay his qiling. Tursin yoqimsizlik. Qarab turing. Sen borsan, Samarqandda bo'lgansiz. sen men bitta bo'laginsan. Ko'rayotganingizni, borligingizni, bitta bo'ligingizni endi his qiling.
dalishi bo'ladi. Rozimisiz doim bo'lishiga? Chunki meni bir bo'lagim Yomon his qilsangiz-chi, bo'lsinmi? Bor bo'lishiga rozimisiz? roziman. His qiling, qutulishi qarang-chi, qutulishi xolosmi qarang? Qanaqasiga bor bo'lishiga rozisiz? Rozi emassiz? Yo'q, bo'lagimku, shunga bo'lagimdan qanday ajralaman deyapman. Sekin qirg'izning shekilli polis qo'yapti. Issiqligingizni his qiling. Ko'rib turing, rangini, shaklini. Sen borsan, Sen borsan, senga qalbimdan joy beraman. senga qalbimdan joy beraman. Sen ko'raman. Men seni ko'raman. Sen o'rning bor. Seni o'rning bor. Undan keyin Undan keyin doim men senga e'tibor beraman. doimiy senga e'tibor beraman. Qarovsiz qoldim. Qarovsiz qoldim. Seni eshitaman. Seni eshitaman. Nimadir o'zgardimi yo shunaqa turibdi? Shu oq bulutga aylandi. Rangi o'zgardimi? Oq bo'ldi. Yoqimlimi, yoqimsizmi? Yoqimli. Qabul qildim. Qabul qildim. Qalbimdan joy beraman. Qalbimdan joy Seni beraman. o'rning bor. Seni o'rning bor. His qiling, nafasingizni his qiling. Endi oldingizga qarang. Oyizni hayoti, oyizni tanlovi edi. Hamma norozichligi va yaxshiligi bilan yomonligini oyizni tanlovi edi. Qarang oyingizga. Nimadir tegishga oldim, nimadir tegishga oldim. Shu kulib turibdilar. Sizchi? Men qarab turibman. Sizni tajribalaringiz, Sizni tajribalaringiz, sizni tanlovingiz, sizni bu ta'limingiz, sizniki. bu sizniki. Endi meni hayotimni, Endi men hayotimda tajribalarimni, tajribalarimni, tanlovimni o'zim o'zgartiraman, o'zim yarataman. o'zgartiraman, o'zim yarataman. Endi ana kichkina qizchaga qarang-chi. Variantiga. Qanaqa turibdi? Ta'sirlaydimi? O'ygida ekan holati? Yo'q. Shu menga qarab turibdi. Holatichi boyigida ekan, Holati yaxshi. boyigidan yaxshi bo'ldimi? Qarang-chi, ko'ziga qarang. Shu ham qo'lni ikkita qo'limda qo'shib yuboring. Bunaqangiz katta uyga qaraganingizda. Olib ketgim kelyapti. Quchoqlaydek. Qo'lingizni o'g'lingiz qilib, quchoqlaydi. His qiling. Shirin sochlarini, bo'yinlarini o'ping. Masani yaxshi ko'raman. Men seni yaxshi ko'raman. Endi masani doim eshitaman. Endi men seni doim eshitaman. Sani gaplaring, sani gaplaring, Seni gaplaring, sani xohishlaring seni xohishlaring men uchun muhim. men uchun muhim. Quchoqlang. Sen men uchun birinchi Sen men uchun birinchi o'rindasan. o'rinda bo'lasan, so'z beraman. O'rinda bo'lasan, so'z beraman. Quchoqlang. Quchoqlaganingz sari ichingizga singib kirib ketsin.
u doim sizni ichingizda bo'ladi. Endi unga hech qachon xiyonat qilmang. Endi uni ovozini eshiting. Bolalarcha jinnilik nimadirlar so'rashi mumkin, nimadir xohlashi mumkin. Eshiting uni ovozini. O'chirib tashlamang. Boshqalarga yaxshi ko'rinish uchun, boshqalarga nimadir o'zingizni fido qilish uchun undan voz kechmang. 46 yil voz kechib yashaysiz. Bu yog'iga voz kechmang, bu yog'iga uni ovozini o'chirmang. Ko'zingiz qizingiz ko'ziga chiroyli bo'lishi, boshqa qarashi, o'ziga qarashi kim uchun kerak? Atrofdagi insonlar uchun kerak. Boshqalarga chiroyli ko'rinish kerak, to'g'rimi? Makiyaj qilish kerak. Qizni o'zini ko'rsatish kim uchun kerak? Atrofdagi insonlar uchun kerak. O'g'lingiz chiroyli kiyinishi kim uchun kerak? Atrofdagi insonlar uchun kerak. Mana ko'p oylikda ishlashi, status kim uchun kerak? Siz uchun kerak. Bolalaringiz nima deyapti? Men oyimdagi yashashni xohlamayman. Eringiz bo'lsa, eringizdan nimadir chiqadi-da. Men ota-onamdagi yashashni xohlamayman. Men o'zimni tanlayman. Bir tiyin boshqalarni ketib tashqariga ketayotgan uchun. Bolalaringiz o'zini tanlayotgani uchun siz oyingizni programmasidasizda, "Salla noto'g'ri qilsanlar, unaqa bo'lmaydi. Hammaga chiroyli ko'rinish kerak, hammaga zo'r ko'rinish kerak. O'zlaringdan voz kechlaring" deyapsiz. To'g'rimi? O'zingiz o'ziga qaramasligi, bir narsa qilish uning uchun komfortmi? Agar shuni sen boshqalarga o'zingni ko'rsatishing kerak, boshqalarga zo'r bo'lishing kerak demasdan передавать qilganingizda balki o'g'lingizga kelardi bu gaplar, yetib kelardi. Sizni hozir gapingizda ideya borda, o'zingdan voz kechishga deganingiz bor. O'zgar. Ha? O'zgar. O'zgar deyishingizni orqasida ham men uchun o'zgargan deyapsiz. Chunki men uchun o'zingdan voz kechgan deyapsiz. O'zingni tanla demayapsiz. O'shaning uchun yo'q siz aytganingizni qilmaymiz. Teskari ketadi kelayotgan. Aslida ularni o'zini o'zgartirish kerak. Yo'q, uni tushunyapman. Uni tushunaman, o'zimni o'zgartirishim kerak. Ular meni oynamligini tushunib turibman. Qanaqa programmam menda bor ekan. Onamni ham masalan o'ziga yarasha baxtli bo'lgan, chunki sumka pul olib kelardilar. Bizga nima qilardilar, nima taxlattirardilar. O'shanda o'zini endi hammani anisi har xil-ku, nima deydi? Blankasi emas. Masalan, kimdir pul qiziq, kimgadir nima qiziq, qadriyatlari hammaga har xil-ku. O'ylab ko'rsam, onamga o'sha paytda o'sha qadriyatli pul bo'lganda endi sumka pul olib kelgan, o'shani hisoblatgan, anaqa qilgan. Onam shu bilan baxtli bo'lgan, o'zi xohlagan joyda ishlagan, nima qilgan. Chunki bobom onamni o'qituvchilikka kirgizib qo'yganda, yerdan qochib ketib, magazinchilikka tanishib nimaga borganda, to'g'ri katta magazinga borib, meni ishga oling degan. Keyin 6 oylik kursda o'qib, o'sha magazinda ishlab, o'shani yaxshi ko'rgan, o'sha magazinchilikni chin qalbdan yaxshi ko'rib qilgan shuni. Faqat shu necha yil ishladi, mana dekretga chiqdi, ishladi, yaxshi ko'rib qilardi shu ishini. Odamlar bilan gaplashishni yaxshi ko'rardi, nima yaxshi ko'rardi, pul kelsa yaxshi ko'rardi. Mana boshlig'i menga sovchi bo'lib kelgandan keyin o'sha keyin ketdilar ishdan, keyin uyda o'tirdilar, keyin yerda ishlamadilar o'sha keyin. Shunda ham o'zimdan o'ylayman, meni deb bo'ldi deb qancha yil o'qiganman. O'zimni ayblaganman, meni deb ham ishdan bo'shadi deb. Keyin esimda bor, anaqa to'y arafasi, uyga mehmon kelish kerak edi. Men tog'amlarga jo'natib yuborishgan, men bilan tek qizi bor edi. Anaqa u qiz uxlab qolgan, men esa nima yig'lab, Xudojon, men anaqa butun ota-onam xizmatini qilaman, men nima deb o'sha ko'z oldida qorong'uxonada ekranimiz yotganimizda, men shu ota-onam uchun jonimni fido qilaman deb o'zimga o'qiganman-da. Nimaga shunday qilganman, men hayronman. Nimaga shunchalik mendan u bor deyman-da. Katta ehtimol bilan ajdodlaringiz hal qila olmagan nimadir chuvstvasini, nima hal qila olmagan programmasi kelgan. Kichkinaligingizdan o'sha sabab yo'q, sabab yo'q. Kichkinaligingizdan sizga kelgan. Uni hal qila olmagan programmasi, chuvstvasi sizga o'tganda, ularni keyin katta pul yo'qotish bo'lgan,
quloqlik bo'lgan, ota-ona, dadamni ham ota-onalari boy bo'lgan, ayamniki ham boy bo'lgan, o'ziga to'q bo'lgan, u ham bormi, yo'qmi deb o'ylayman shu narsaga. Xullas bilmadim, shu programmalar ko'p ekan. Da. Qarang, Sevar opa. Nima demoqchidim hozir? Bolalaringizni chiqib qo'yasiz. Bolam anaqa qilishadi, bolam anaqa qilishadi. Hozir oyligingizni ham anaqa qilmang, nima deydi, bermayapti bir narsada, mana deydi, aylantirib yurasiz lekin sizni o'sha pulga qanchalik nimaga ehtiyojingiz bor deb, misol uchun ehtiyojingiz misol uchun eringiz sizga berayotgan plastik kartasidan уже yopiladi, manimcha to'g'ri. U ham produktga ketadi. Kafe-pafega boraman, kinoga boraman. U ko'ylak olaman o'zim. Sayohatga, birlandga hali naqmadingizda sharqamay kattaroq sharqda, kichkinalashtirishni. Hozir tillalar olaman masalan. O'sha tillalardan sal kattaroq qilib qo'yasiz. Xohishingizni qo'yasiz. Mana shu qarang. Уже mana kiyim, kafe sizga уже нормальный holatga aylangan. Tilla olish нормальный holatga aylanganmi? Нормальный. Undan sal endi ko'paytirasiz. Sal ko'paytirasiz. Bo'tda qadam tashlab olmang, sal ko'paytirasiz. Yana bitta narsa. Tilla, sayohat, o'zingiz uchun, boshqalarning ko'zida yana yaxshi, zo'r bo'lish uchun. Shu ham bo'ladi. Уже hozirgi zamonda boshqalarga ko'rsatish, ideyalar uchun ishlamaydi hech narsa qiladi uchun. Bu xohishlarimizni boshqalarga ko'rsatish uchun ko'rganman. Mashina olib ko'rganman, sayohatga chiqdim. Значит, men yaxshi yashayapman, значит, men zo'rman degan isbotlash bo'ladi orqasida. Shu narsa ham kelmaydi. Shu bu yoqqa o'zingiz bilan o'zingiz chestniy bo'lishingiz kerak, lekin bu gap bilan oddiy narsa. Katta kuch kerak deb, bizning diqqatimiz doim tashqarida nimaga uchun ichkariga qarashga bizning kuchimiz yetadi. Sizni hayotingiz bo'lsa, mana hayotingizni markazida o'zingiz bilan Alloh bo'lish kerak. O'zini sevmagan inson Allohni seva olmaydi. Mana markazga kim qo'yiladi? Er qo'yiladi. Er nima xiyonat qilishni boshlaydi, urishni boshlaydi, narkomanlik qilishni boshlaydi, bir narsa qilishni boshlaydi. Ya'ni buncha to'qda, rezetkada. Rezetkani Allohga bog'lamasangiz, ya'ni o'zingiz bilan birga Allohni bitta deb qarash kerak. O'zingiz bilan Allohga bog'lamasangiz, уже bu insonlarni qo'yib qo'ysangiz, bu to'q tugab qoladi. Asl manba bu emasda, tushundingizmi? Eringizni qo'yib qo'ydingizmi? Eringiz bilan muammo. Oyingizni qo'yib qo'ydingizmi? Oyingiz bilan muammo. Farzandingizni qo'yib qo'ydingizmi? Farzandingiz bilan muammo. Pulingizni qo'yib qo'ydingizmi? Pul bilan muammo bo'ladi. Hayotdan har xil udarlar kelaveradi. Mana shu inson sizga razочарованиеga uchrataveradi, ko'nglingizni qoldiraveradiki, что chiqarman markazimdan dedi. Nima bo'ladi? Kurashasiz, bir narsa qilasiz, oxiri ko'nglingiz qoladi, bo'ldi, vash kerak emas bu inson menga, to'g'risi kerak emas bu narsa deyverasiz. Kichkinaligingizdan sizni markazingizda kim bo'lgan? Kim bo'lgan? Ota-onangiz bo'lgan. Haligacha ota-onangizni o'zingiz isbotlamoqchi emasmisiz? Balki ulardan qasd olish uchun ham o'qishga kirdim deb o'ylayman. Ko'rsatib qo'yish uchun. Ko'ringlar mani, ko'rishmagan ular sizni. U kuni dadam keldilar, keyin aytdim-da, men shunaqa men o'qishga kirmoqchi bo'lganman desam, voy men bilmagan ekanman. Qanday bilmagansiz? Men har doim aytardim-ku, dada o'qishga kiraman derdim-ku. Bilmagan ekanman, sen o'qishga kirmoqchi bo'lganing deydilar-da. Endi qarang, vazifangiz sizniki Sevar opa, o'zingizni markazingizga o'zingiz kelib olishdi. Ko'pchilik bunaqa bo'ladi. O'zi mana markaz mamlakatda, o'zi Qashqar. o'zi ham
bitta bo'ladi, mana bitta bo'ladi, mana bitta bo'ladi. Mana bitta yuradigan insonlar bor. Ota-onasining hayoti вообще boshqa joyda. Полный ideyalar bilan yashaydi. Ota-onasining ideyasi, jamiyat ideyasi, mana bunaqa bo'lish kerak, zo'r bo'lish kerak. Voy, men zo'r yashayman, baxtli yashayman. Qarang. His qila olmagan, his tuyg'ularini ko'rsata olmagan ayol hech qachon baxtli emas. O'zini etishi mumkin, baxtli hisoblanmaydi. Tushunasizmi? His tuyg'ularini his qilmagan va his tuyg'ularini ko'rsata olmagan. Eng baxtli ayol kim? Chustvalarni ko'rsata olgan va chustvalarni his qilgan ayol. Bu bitta standartda faqat baxtli, faqat xursand degan narsa yo'q. Bu siz g'azabda bo'lishingiz mumkin, hasad his qilishingiz mumkin, dardni his qilyapman. Ajab bo'libdi shunaqa. Nima shunaqa chustvalaringizni ko'rsa proyavlyatsiya qilasiz. Albatta ularni ham boshqarish kerak. Lekin proyavlyatsiya qila olish, ularni his qila olish asl baxt shunda. Erkak o'zini qachon baxtli his qiladi? Erkak qancha celiga borsa, celiga yeta olsa, maqsadlariga erisha olsa, shuncha baxtli bo'ladi. U yoqda ichki holatni ayol uylab qo'yadi, ayol berib turadi. Xotirjamlik, chustvalar ayol berib turadi. U materialni добиться qilsa, boshqa qilsa ketadi. Buni qarang. O'zini sevish nima degani? O'zini sevishga markazida turish deylik-da. O'zini sevish nima degani? Nima qilsa o'zini sevgan bo'ladi? O'zini his qilsa. His qilish. Ya'ni o'zini nimalarini yopish, potrебностьlarini yopish. Klassmi? Ehtiyojlarini yopish demaylik-da, ehtiyojlarini bilish dedik. Xo'p. Misol uchun brilliant olish ehtiyojingiz vashi sizniki bo'lmasligi mumkin. Ko'rdinglarmi? Brilliant oldim, menda brilliant bor, men anaqa ya bogataya, ya bir narsa bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Mana shu ehtiyojlarimizni bilish qanaqa bo'ladi? Maniki, bu maniki emasmi? Mana rasmga olasizmi, xo'pmi? Meniki bo'lmasa keyin olmay qo'yaveraymi? Yo'q. Ne kerak edi? U sizni baxtli qilmaydi. Ne kerak bu narsa sizga? Brilliant taqib, klassni, malikalardek his qilmasangiz, nima kerak u sizga? Kerak emas. Bunaqangiz ham qancha o'sha, misol uchun brilliant olish uchun 1 yildan beri xohlayotgandirsiz, 2 yildan beri qancha energiyangizni sarflayapsiz-da? Shuncha energiyangizni boshqa narsaga sarflamasmi deysiz? 2 yillik energiyangizni bir narsaga sarflab 2 yil baxtli bo'lmasmi deysiz? 2 yillik energiyangizni bir oylik narsaga, bir oylik baxtli bo'larsiz, mayli. Bir oylik narsaga sarflamasam, to'g'rimi? Manikimi, maniki yoki aniqlash. Важный, juda ham важный ehtiyojlaringizni aniqlash. Keyingisi o'zini sevishga nimalar kiradi? O'zini anaqasini ayta olish, jamiyatda o'zini o'rnini topish. Nimasini ayta olish? Hislarini, tuyg'ularini, gapini, his tuyg'ularini ayta olish va ko'rsatish deylik. Hop, keyingisi o'zini loyiq ko'rsa ko'rish hamma narsaga. qanaqa bo'ladi? Menga mumkin. Menga mumkin.
brilliant xohlaysiz, brilliant xohlaysiz. Да, menga mumkin. Taqib yurish, mazza qilib yurish menga mumkin. Просто. Ana o'sha narsada siz uchun просто bo'lsa, taqib yurish, wow bo'lmasa, siz uchun просто bo'lmasa, значит menga mumkin deyotgan bo'lasiz. Да, menga mumkin, chunki loyiqman bu narsaga. Shuning uchun anaqa qildim. Chunki energiyam ketgan, u berish kerak, ha, u bersa, men loyiqman deymiz. Keyingisi tanasini eshitish, sog'lig'iga e'tibor berish. material tomondan moddiy narsalarga Moddiy sayohatga borish, xohlagan sayohatiga. Давай shuni anaqa qilaylik. Xohishlarimga ruxsat berish deymizmi yo xohishlarimni namoyon qila olishlikda sayohatga borgim kelyapti, adasi bilan olgim kelyapti, adasi bir narsa qilgim kelyapti. Bu holatga o'tish kerak-da, keyin tushunasizmi? Xohishlarga ruxsat berish deb qolaylik. Hop. Aytyapsiz-da, hozir aytsam, mana aytolyapsiz, lekin ichingizda men noloyiqman bunga deyapsiz. Ruxsat berish va xohishlarni ifoda qilish. Tushunmalarimiz yo'q shu anda. Yana bormi? Bo'lishadi. Yana o'zini sevish, boshqalar uchun o'zidan voz kechmaslik, o'ziga xiyonat qilmaslik, boshqalarga xo'p deb o'ziga yo'q demaslik, Boshqani tanlamaslik. o'ziga xiyonat qilmaslik. Olish. Hop. Yo'q deya olish, ya'ni boshqalarga yo'q deb turib o'zingizga xo'p deyish nima joylar keladi-ku. Hozir ichingizni o'sha bilaman, anaqa, lekin ich-ichingizdan mana shu ruxsat bera olmasligingiz o'zingizga yo'q deyishingiz, boshqalarga xo'p deb o'zingizga yo'q deyishingiz. Yo'q, bilaman, ko'p narsalarni aqlda bilyapsiz-da, unaqa o'tmagan, holat o'tmagan, ishlamaydi. O'zi asosan shunaqa kelishadi mana bunga. Psixologlar hamma o'qiganda bilim zo'r, lekin u holatga aylantirilmaydi. Bilim bor, lekin hayotda ishlab